Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun rejalashtirayotgan operatsiyamiz qandli diabet 2-tipida va ortiqcha vaznga ega bo'lgan bemorda MGSH mini gastroshuntlash operatsiyasi. Ko'pchilik mendan so'rayapti bu operatsiyani nima degani. Bu operatsiya oshqozonni kichraytirish va oshqozon ichak traktidagi ingichka ichak, ya'ni glyukozani so'rdiradigan va inkretin gormonlarini aktivlashtiradigan qismidan 2 metr ichak oshqozon ichak traktidan uziladi va buni hisobiga organizmdagi insulinni to'qimalar sezuvchanligi oshadi. Va hammaga ma'lumki, saharniy diabet 2-tipi bu organizmda insulin miqdorini ortiqchaligi va to'qimalarni shu insulinga sezuvchanligini pasayishidan kelib chiqadi. Va albatta bu operatsiyaga ko'rsatma bo'lgan bemorlarda ortiqcha tana vazniga ham ega bo'lishi kerak. Ortiqcha tana vazniga ega bo'lmagan qandli diabet 2-tip bemorlarga boshqacha operatsiya, boshqa tur bariatrik operatsiya tavsiya qilinadi. Men o'ylaymanki, bemor ahvoli yaxshi bo'lib ketadi. Sababi qondagi S-peptid va insulin miqdori yuqoriligi bu bemorda operatsiyadan keyingi davrni prognozlash imkonini beradi.